Davom etamiz. Mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash, aholini ijtimoiy himoya qilish, jamiyatda mehr-oqibat, saxovat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu tamoyillar ayniqsa xalqimizga xos ezgu fazilatlarni mujassam etgan muborak Qurbon hayiti kunlarida yanada yorqin namoyon bo'ladi. Prezidentimiz tashabbusi bilan Qurbon hayiti arafasida xayrli tadbirlarning tashkil etilishi mamlakatimizda inson qadri uchun tamoyili davlat siyosatining bosh mezoniga aylanganidan dalolat beradi. Ayni vaqtda mamlakatimizda nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga keng imkoniyatlar yaratish borasida talaygina ishlar amalga oshirilmoqda. Birgina Qurbon hayiti munosabati bilan mamlakatimiz rahbarining qabul qilgan farmonlari zamirida ana shunday ko'ngli kemtik va nogironligi bo'lgan shaxslarga olam quvonch bag'ishladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Qurbon hayiti munosabati bilan O'zbekiston Ko'zi ojizlar jamiyati markaziy boshqaruvi tasarrufidagi viloyat bo'lim va bo'linmalarida bir qator tadbirlar amalga oshirildi. Ana shunday tadbir Farg'ona viloyatining Oltiariq tumani Ko'zi ojizlar jamiyatida ham bo'lib o'tdi. Mana bugun biz O'zbekiston Ko'zi ojizlar jamiyati Oltiariq tuman bo'linmasi tomonidan tashkil etilayotgan bayram tadbirida ishtirok etyapmiz. Men so'zimda avvalo ana shunday bayram tadbirlarini tashkil etgan jamiyat a'zolarini xursand qilib, hammamizni shu yerga jamlagan ukamiz Fahriddinjon Mirzaqulovga va shu yonidagi xodimlariga, homiylarga, san'atkorlarga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Albatta so'nggi yillarda O'zbekistondagi nodavlat nochora tashkilotlar orasida aynan Ko'zi ojizlar jamiyati o'ziga xos nufuzi yildan yilga ortib bormoqda. Jamiyat a'zolarini turmush farovonligini yanada yaxshilash bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu islohotlarning mevasini bugun mana Oltiariq tumanida biz ko'rib guvoh bo'lib turibmiz. Albatta jamiyatning tarixiga bir nazar tashlasak, qariyb 94 yildan buyon faoliyat ko'rsatayotgan Ko'zi ojizlar jamiyatining mahalliy bo'linmalarida ham bundan keyin bayramlar, ko'rik tanlovlar, sport musobaqalarimiz saviyasi ortib bormoqda. Bizning viloyatimizda ham mana shu Oltiariq tuman Ko'zi ojizlar jamiyatining o'ziga xos ajoyib o'rni bor. O'ziga xos nufuzga ega bo'lgan eng ilg'or mahalliy bo'linmalardan biri hisoblanadi. Xususan mana shu Ko'zi ojizlar jamiyatiga Fahriddinjon Mirzaqulovni 2023-yilda hisobot saylov yig'ilishida bir ovozdan yakdillik bilan saylagan edik. Mana qisqa muddat ichida bor yo'g'i 3 yil davomida qator xayrli ishlarni qilishga erishdi, ko'plab yutuqlarga erishdi. Jamiyat a'zolari birdamlik bilan hamjihatlikda chiroyli tadbirlarni tashkil qilib kelishyapti. Mana 2023-yilga qadar bo'lgan jamiyat a'zolarining bir soniga ham e'tibor beradigan bo'lsak, 111 nafar jamiyat a'zolari bo'lgan bo'lsa, mana 2026-yil holatiga ushbu ko'rsatkichimiz 164 nafarga yetdi. Albatta bu yerda shu mahalliy bo'linma rahbariyatini sa'y-harakatlari natijasida shunday yutuqlarga erishildi. Albatta bizning har birimizning maqsadimiz o'sha barcha ko'rish imkoniyati cheklangan hududdagi insonlarni jamiyat a'zoligiga qabul qilish bizning eng ustuvor vazifalarimizdan biri ekan. Shu vazifani sidqi dildan bajarib kelayotgan ushbu mahalliy bo'linma rahbariyatiga men chuqur minnatdorchilik bildirgan bo'laman. Albatta jamiyatimiz tarixida ko'plab bayramlar, tadbirlar tashkil etiladi. Navro'z, Mustaqillik, Nogironlar kuni kabi tadbirlar tashkil etiladi. Lekin bizda bir an'ana tusiga kiryapti. Aynan Oltiariq tumanida muqaddas islom dinining muqaddas bayramlari, musulmonlarning eng sevimli muqaddas bayramlari bo'lgan Ramazon va Qurbon hayit bayramlari har yili ko'tarinki kayfiyatda alohida restoranlarda bir tadbirlar qilib, bayramlar, xursandchiliklar bilan nishonlanayotganligi bu katta bir bizning viloyatimiz uchun bir faxr hisoblanadi. Shu bayramda ishtirok etayotgan barcha homiylarimizga ham rahmat aytib qolamiz. Har bir kunimiz mana shunday xursandchilik, bayramona kayfiyatda davom etishiga tilakdoshmiz. Rahmat Bahodir aka, sizga ham bayramlar muborak bo'lsin. Mana shu demak viloyatdagi barcha jamiyat a'zolarini mana shu bayram bilan chin dildan muborakbod etamiz. Tadbirdan ko'zlangan maqsad nogironligi bo'lgan shaxslarni va zaif ko'ruvchilarni bir-birlari bilan diydorlashtirish, ularni birga suhbat qurishlari uchun imkon yaratishdan iborat bo'ldi. Endi bu tadbirimizni mana shunday chiroyli o'tishligida bevosita men o'zimni rahbarimni ko'magi deb bilaman. Alloh kamchiliklarimizni ko'rib, bizni aybdor sanamasdan erta kelgusida mana shu kamchiliklarimizni takror sodir etmasligimiz va yana ham faoliyatimizni chiroyli olib borishligimizda ko'makdosh bo'lib kelyapti. Mana Bahodir aka viloyat rahbariga minnatdorchilik bildiraman. Bahodir aka, anjoningiz sog' bo'lsin. Avvalo ishonchingiz uchun qo'lingizdan kelgancha ko'mak berib qo'llab-quvvatlab kelyapti. Qolaversa biz
bizni tumanimizdagi hokimimiz boshchiligidagi barcha mutasaddi rahbarlarning ko'magi bilan har bir tadbirimiz chiroyli o'tyapti. Yana bir narsaga alohida e'tibor qaratishlaringni so'ragan bo'lardim. Tumanimizning bosh imom xatibi Baxtiyorjon domla doim bevosita ko'mak berib keladi, qo'llab-quvvatlab, homiylarimiz haqida doim duoda. Shu jumladan mana shu tadbirlarimizni chiroyli o'tishligida sababchi bo'lgan homiylarimizga minnatdorchilik bildiraman. Xudo xohlasa, ularni ham qilgan ehsonlarini Xudo qabul qilsin. Rahmat e'tiborlaringiz. Tadbirda Oltiariq tuman saxovatpesha tadbirkorlar tomonidan ular uchun alohida esdalik sovg'alar topshirildi.